Mani elim, illatim, oyginidagi go'zal axloq degan libosi bor millatim. Qo'lini ko'ksiga doim bosgan o'zbekim. Mani elim, g'ururim, jonim fido bo'lsin degan mani kamida har dam. Salomatligi bor oqibatda oxiridagi moddam. Xotirjam o'zbekim, mani millatim, donishmand devonxonam. Bu yerlarni kezdi bo'lib qaryon ahli xarobotilar. Devonayu mashoyix abdollar, Ibn Sino bobolarim, Hazrati Naqshband darajati ulug'lar, balogardonlar. Terani koinot sirlarini bilishni istar hamon bu odam zot. Hozirgi kunda ham noayon bardavom. Endi aniqlanayotgan bashoratni bilar edi kim? Ulug'bek bobom. O'zbegim, mani elim, o'zbegim millatim.